Tinib tinchimagan odamlar nimalarni o'ylab topishmaydi. Muzoffar aka tog'da dehqonchilik qilsak bo'ladimi deb savol berdi. O'zi dehqonchilik tog'da qilinish kerak-da. Havosi toza, yeri unumdor. Dehqonchilik uchun eng zo'r joy. Faqat aka shu kartoshka ekaman deb kartoshkani guliga o'xshaydigan o'simliklarni ekib qo'ysangiz, endi parvarish qilib, voyaga yetkazib, hosilda yig'ib olaman degan paytingizda 4-5 ta bir maska kiygan bolalar boradi. Hosilda siz bilan birga qo'shib yig'ishtirib ketadi. Keyin Jinoyat kodeksining 270-moddasi bilan sizni 3 yildan 10 yilgacha qamab yuboradi. Hosilda pulni keyin qamoqda sanashingizga to'g'ri kelib qolishi mumkin-da aka. O'sha uchun qo'ying, dehqonchilik qilmang, boshqa ishlar bilan shug'ullaning. Dehqonchilik qilgingiz kelsa, pomidor bodiring yegan aka, boshqa ish qiling, qo'ying. Javobgarlikka tortilib ketasiz, tinch o'tiring, hali bolalaringizga keraksiz. Videoni mana shunaqa dehqonchilik qilishga qiziqadigan, kartoshkaning guliga o'xshaydigan o'simliklarni ekishga qiziqadigan tanishlaringizga yuborib ogohlantirib qo'ying.